Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana tuvakchaga ekkan go'jinni hollarimiz ham ancha ko'zga ko'rinib qoldi. Mana shunday qilib tuvakchaga ekib qo'ydik erta bahorda. Agar kimga kerak bo'lgan bo'lsa zakaz qilingizlar. Qo'ldan kelgancha dastlabki qilib beramiz. Mana bu tomoniga qalamchidan ko'paytirganmiz, ko'rinadimi yo'qmi sizlarga? Bular ham ko'karib kelyapti. Endi noyabr oyiga ko'chat bo'ladi-da. Tuvakchaga ekilganlarni hozir mana olishganki, idishchasini akkuratni qirqib yuboriladi, keyin doimiy joyga ekilib ketaveradi. O'shanda kelgusi yilga hosil berib boshlaydi bular. Tuvakdagi ko'chatlarimiz donasi 100 mingdan bo'lyapti. Shu yaqin atrofiga dastlabkilarimiz ham bor. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Kimki qiziqqan bo'lsa, qo'ng'iroq qilingizlar. Iloji boricha dastlabki qilamiz. Mayli, sog' bo'lingizlar.